Assalomu alaykum aka-ukalar. Xo'sh, ishqibozda ekan ishqibozi. YouTube ishqibozlari. Mana aka-ukalar xo'rozimiz fevral jo'jasi. 1 kilo 700. Hozirgi holat. Joni sog' bo'lsin. Gazini bosamiz aka-ukalar, laykni bosib, obuna bo'linglar, obuna bo'linglar. Bizni kuzatishda davom etinglar. Joni sog' bo'lsin. Hozir tayyorlab qo'yinglar. Xudo xolasa. Joni sog' bo'lsin. Joni sog' bo'lsin. Mana aka-ukalar ikkinchi xo'rozimiz. Bu bolaga olib kelganmiz aka-ukalar. Go'jalikda olib kelganmiz. Joni sog' bo'lsin. 2-3 marta o'ynab yutdi aka-ukalar. O'zimizga bolaga qonga qoldi. Toza Koreya. Takaxondan olganmiz Andijonlik. Tomosha aka-ukalar. Joni sog' bo'lsin. Xo'rozlar vir-vir atadigan ona. Mingtepar aka-ukalar. Tevrantirib oladi debganda joni sog' bo'lsin. To'nlari ham yaxshi aka-ukalar, tiniq. Mana aka-ukalar bu 3-chi xo'rozimiz. Uni ham o'yinga tayyorlayapmiz. Hozirgi kilosi 4 kilo turibdi. Joni sog' bo'lsin. Aka-ukalar tomosha hammasi. Bundan baqa aka-ukalar sotuvga ham qo'yib boramiz jo'jalarni, xo'rozlarni. Obuna bo'lganlar obuna bo'lib, laykni bosasizlar. Xudo xolasa. Xo'rozni yo'li yomoni shu bo'ladi aka-ukalar. Joni sog' bo'lsin. Aka-ukalar bizni kuzatishda davom etinglar. Sog' bo'linglar. Yangi videolar chiqarib boramiz, bizni kuzatinglar. Joni sog'